Assalomu alaykum aziz obunachilar. Ko'p vaqtdan beri bitta videoni olay deyman, sira vaqtim bo'lmaydi. Shu mashinalarga bilet, ya'ni oq faralar, lampochkalarni qo'yish bo'yicha nimaga desa, o'zimda bir shunaqa yaqinda holat bo'lib o'tdi. Shuni ham sizlarga bitta ma'lumot qilib aytib o'tishni o'zimga bir lozim topdim. Hozir sizlarga ko'rsatib, aytib tushuntirib o'taman. Xullas, menda bitta shunaqa muammo bo'ldi. Где-то bir 15 kunlarcha oldin meni GAI xodimlari to'xtatdi. O'sha to'xtatgan payti dokumentimni olib, mashinani o'tini ko'rdilarda, mana bu lampochkaga ularning ko'zi tushib qoldi. Ya'ni ko'rib turganlaringizdek, bunga mik qo'yilgan. Nimaga desa hamma biladi, Nexia'larning faralari juda xira tashlaydi. O'shani hisobiga bu oq lampochka qo'yishni o'zimga ma'qul topdim. Keyin ular bunga gap topishdi. Nimaga desa bu yoritib tashlovchi, ya'ni linzoviy emas, mana bu linza palosa tashlaydi-da. Mana bu esa yoritib tashlaydi. Strechkadan kelayotgan mashinani ko'zini qamashtiradi. Bu qayta jihoz, unaqa, bunaqa dedi. Nimaga desa men o'sha qonunni bilmasdim. O'sha qonunga qiziqib ko'rmaganman ham. Nimaga desa menda bunaqa holat bo'lmagan avval. Xullas, men hech nimani isbot qilib bera olmadim o'zimni, huquqimni ham himoya qila olmadim. Shuning uchun menga shtraf urishdi. Shtraf urgandan keyin men albatta to'ladim. Men O'zbekiston Respublikasining qonunlarini hurmat qilaman. Endi zoraki balkim GAI xodimi tushunib qildimi bu narsani, endi hammada ham bo'ladi-yu. Nimaga desa, men haqiqatdan o'rganib chiqdim bu qonunni. Hozir sizlarga bir yoqdan aytib beraman. Keyin menga shtraf urishdi, shtraf to'ladim. YouTube'ga kirdim. Nimadan, Yandexdan O'zbekiston konstitutsiyasiga kirdim. Qonunlarni ko'rdim. O'sha avtomobillarga oq lampalar o'rnatish bo'yicha bilmadim, esimda yo'q, qaysi qonunda yozilgan. O'shani o'rganib chiqqan paytim nima bo'ldi? Xullas, sizlarga aytmoqchiman. Endi o'zlaringizni nimalaringizni, huquqlaringizni himoya qilib, o'sha GAI xodimi to'xtatgan payti agar me'yorida o'rnashtirilgan lampalar bo'ladigan bo'lsa, o'zingizni huquqingizni himoya qilishingiz mumkin. Shuning uchun men aytib o'tib ketmoqchiman-da bu narsani. Faqat diqqat bilan eshitinglar. Bu degani hamma mashinaga ham shu oq o'ta kuchli yorituvchi lampalarni qo'yish mumkin degani emas. Me'yor bor buni. Hozir men sizlarga tushuntirib o'taman. Bu me'yorini men faqat o'sha qonunni o'rganib chiqqandan keyin bildim. Xullas, ishlab chiqarishi to'xtamagan avtomobillarga o'zini standartidan boshqa jihoz qo'yish mumkin emas. Nimaga desa, bu qayta jihoz bo'ladi. O'zini ishlab chiqarishi to'xtagan avtomobillarga qayta jihoz qo'yish mumkin, lekin me'yorida o'zini nima deydi uni? Основной, masalan, oblisovka, bamperlari haqida gap ketmayapti. Men faqatgina bu fara haqida o'rgandim. Shu faralarni ham boshqani qo'yishingiz mumkin, lekin buni me'yori bor. Ya'ni ichidagi lampochkalarni ham. Xullas, hozir tushuntirib o'taman. Me'yori deganda biz nimani tushunamiz? Me'yori deganda shu farasini o'zini tepasidagi yozuvlarni tushunamiz. Nimaga desa, o'sha zavod chiqargan payti buni испытание qilib, o'sha o'zini standartiga to'g'ri keladigan faralarni o'rnatadi. Farani ustiga e'tibor beramiz. Farani ustida mana bu yerga H7 12 volt 55 watt deb qo'yibdi. Bu ya'ni linzoviy tarafi, bu ближний свет. Ближний свет. Keyin ikkinchisi H1 12 volt 55 watt. Bu degani shu bilan chegaralanib qoladigan lampochkalar. Siz bu yerga H7 yozilgan bo'lsa, H10, H8 peridelka qilib qo'yishingiz mumkin emas.
mana shunga sizga jarimaga tortilasiz. Ya'ni ma'muriy bayonnoma yoziladi sizga. Keyin bu yerda H1 12 volt 55 watt ko'rsatilgan. Men haqiqatdan ham H1 qo'yib qo'yibman. Menikiga qo'yilgani H1, H2 emas, H2, H3, H7 bunga qo'yish mumkin emas. Bunga yozilgani faqatgina siz H1 o'rnata bilasiz va 55 wattdan past kuchlanishga ega lampochka qo'ysangiz bo'ladi. O'shandagina siz o'zingizni huquqingizni to'laligicha himoya qilib bilasiz. Keyin men shundan keyin internetga kirdimda o'zimni qo'yilgan Miki lampochkasini wattini ko'rsam 29 watt ekan. Haqiqatdan menga qo'yilgani H1 12 volt 29 wattli lampochka qo'yilgan. Ya'ni mana bu turgani. Men o'sha paytda shu narsani bilganimda menga shtraf bo'lmasdi. Nimaga desa, men o'zimni huquqimni himoya qilib bilardim bu qonunni bilgandan keyin. Bilgan bo'lsam, bilmadim. Endi shuni yurtdoshlarga ulashmoqchiman. Bilmaganlar bo'lsa, bilib olinglar. Gay xodimi to'xtatsa, shunaqa lampochkangiz qo'yilgan bo'lsa, siz faqat bir narsaga e'tibor qiling. Lampochkani siz sotib olmoqchi bo'lgan payti mana shusini suratga olib sotuvchiga ko'rsatsangiz, sizga shu ko'rsatkichda va shu 55 wattdan pastligini beradi. Demak, bu 55 watt degani bu Nexi 2 avtomobili, Nexi 2larda balkim shu 55 wattlisidir. Balkim Cobaltlarda birinchi pozitsiyaga chiqishi to'xtagan bo'lsa, o'shalarda balkim 65 watt, 70 watt o'shadan pastini qo'yasizda. Shunda siz o'zingizni huquqingizni himoya qilib, o'sha shtraf bo'lishini oldini olasiz. Xullas, o'sha payti menda bunaqa возможность bo'lmagan, bunaqa qonun bilan men avval duch kelmaganman. Ana keyin bildim buni-da. Keyin yana bir narsa aytib o'tmoqchiman. Meni yana bitta mashinam bor o'sha Rossiyada. Unga Zimmer qo'yilgan. Ya'ni Zimmerni o'zi o'tgan yil 180 mingga sotib olib o'sha mashinaga qo'ygandim. Lekin u bu Mi2dan juda yorug'roq tashlaydi. Juda ko'zga tashlanadi. O'shani ko'rdim, girib instruksiyasini ko'rsam 40 watt ekanda. 40 watt, 40 wattli lampochka ham shu Zimmer ekan. U ham juda yorug' nur beradi-da. O'sha yetarli. Ko'pchilik o'zi surishtirib yuribman. U yerdan bu yerdan ko'pchilik Zimmer qo'yapti-da. Demak, o'sha Zimmer bunga Zimmer qo'ysam ham ruxsati bor ekan. Lekin faqat bir yeri bor. Siz bunga qizil yoki ko'k qo'ya olmaysiz. Bu faralarga, любой mashinaga faqat oq va sariq yonadigan lampochkalarga ruxsati bor. Ana o'shalarni ham o'zingiz esingizda saqlab, o'zingizni huquqingizni o'zingiz himoya qiling. Men bilganimni aytib o'tdim sizlarga. Qolgani endi o'zlaringizdan. Videom yoqqan bo'lsa like, kommentariya qolib, savollar bo'lsa kommentariyada yozib qoldiring. Xullas, nima deymiz? Hech kim bunaqa holatga tushmasin avvalambor. Agar tushgan holatda ham shu video sizlarga yechimi bo'ldi deb o'ylayman. Yo'l harakati qoidalariga hammamiz rioya qilaylik. Hammada sog'lik, salomatlik bo'lsin. Hech kimning mashinasi buzilmasin. Xayr, sog' bo'ling.